Hamma Claude'da hozir ishlayapti va men kod yozmayapman deb o'ylaydi va kodni Claude o'zi yozib beradi va boshqa hech narsa kerak emas. Menga hech qanaqa dasturchilik kerak emas deb o'ylashadi. Lekin asosiy muammo ham shunda. Ya'ni mayli sizda Claude kodni hamma dasturingizni ko'tardingiz, kelayotgan startapingiz yoki loyihangiz bo'lsa ko'tardingiz, lekin sizga baribir bitta dona backend, bitta dona frontend yoki mobil dasturchi kerak. Endi qaysi birida ishlayotgan bo'lishingizga qat'iy nazar. Sababi bittagina xato sizga katta qiymatga tushishi mumkin. Masalan, men o'zimni praktikamdan kelib aytaman. Men bitta mobil ilova qilayotganimda Claude'da uni men boshqa dasturda ko'targanman, ya'ni boshqa kod dasturida. Keyin bitta suhbat qilganimda mobil developer bilan u boshqa narsani maslahat bergan. Ya'ni bu aktual, bu hozirgi vaqtda qilinadi va bu yaxshiroq va yechimi uni ichida ko'p degan. Va shundan keyin men nima qilganman? Почти 1,5 hafta qilgan loyihamni yana 1 hafta migratsiya qilib chiqqanman. Ya'ni boshqa dasturdan keyingisiga migratsiya qilganman va shuni orasida vaqt yo'qotganman. Agarda menda bitta tanish bo'lib turib, mana shuni buni bunaqada ko'tarishing kerak degandek oldinroq, men 2 hafta emasda 1 hafta vaqt yo'qotgan bo'lardim. Shuning uchun iloji boricha bitta обязательно bitta tanishingiz bo'lsin, front-end yoki developer, IT tushunchasi bor odam, undan maslahat olib, loyiha ko'tarayotganingizda ora-orada bir ikki narsalarni so'rashingiz uchun. Hammasini o'zim qilaman deb, hammasini kod qilib beradi deb o'ylamang. Juda ko'rinmaydigan mayda-chuyda detallari bor baribir.